Hech kim boshiga bu holat tushmasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, yaxshimisizlar? Mana bugun Ramazonni oxirgi kunlarida, mahfirat kunlarida turibmiz ekan. Yana bir oilaga kelganmiz. Andijon viloyati Bo'z tumanining Yangiobod MFSga keldik. Akamiz o'tgan yilda, yana 1 yildan beri oqqon kasalligi bilan aziyat chekib kelar ekan. Mana o'zimiz ko'rdik. Iyun oyida oqqon kasalligi diagnostikasi qo'yilgan ekan. Ismlari Baxt diyor ekan aka. Aka, o'zingizdan bir qisqa o'zingizdan gapirasiz. Nima holatlar, doktorlar nima deyapti? O'zingiz mana kecha Andijondan kelibsiz. Gapirishga ancha qiynalyapti. Kecha Andijondan keldim. Doktorlar shu oxirgi etaplarni o'tasiz. Shundan keyin bir operatsiya deyishyapti. Qanaqa operatsiya? Ilik ko'chirish operatsiyasi deyishyapti. Shunga endi qo'ldan kelgancha yordam berishlarini so'rayman. Avvalambor hammalaringga ming rahmat. Xudo xolasa. Hech kim boshiga bu holat tushmasin. Shukur qilmasin, hammani sana farzandlarning oldida o'ynab yurib yurishni nasib qilsin. Shunga yordam berishlarini so'rayman. Akamizni 3 ta farzandlari bor ekan. Dadasini oyog'i og'riydi ekan, oilada pul topar aka ekan o'zi. 1990-yilda tug'ilgan ekan, 3 ta farzandi bor ekan. Uyda pul topargan aka ekan, manaqa Allohim dard beribdi, suygan bandasiga beradi. Ehson qilinglar, ehsonni mukofoti ehson. Mana kichkina 3 ta farzandi bor ekan, bittasi buvasiniki ekan. Opamiz mana o'tiribdi, kichkina ekan bolasi. Tog'amizni oyoqlari og'rib turar ekan, ishga ham chiqolmas ekan, uyda sharoit mana 1 yildan beri davolatib kelyapti. To'plagan pullar ham ketibdi, hamma yo'q ketibdi. Endi mana hozir operatsiyaga o'sha oxirgi etapida turibdi ekan. Xudo xolasa zakotlari borlar, zakot qilsanglar, o'zlarini kartalarini qo'yamiz, o'zlarining nomiga ochilgan. Xudo xolasa, tog'a bir ikki og'iz so'z gapingiz bo'lsa gapirib qo'ying. Mana ulug' ayyom Ramazon ro'za kunlarida kim saxovat qilmoqchi bo'lsa, endi Xudoni bergan bir inoyat ekan, bu ham sinov bo'lsin. Shu bolamizni dalariga Xudo shifoyu kulli karam bo'lsin. Endi shu yordam qiladiganlar bo'lsa, Xudoni yo'liga, boshqaga shu yordam qilishlaringizni so'raymiz. Xudo xolasa biz sharoitlarni ko'rib, hamma narsani o'rganib, dokumentlarini ham ko'rdik. Xudo xolasa oilada sharoitlari ham yaxshi emas ekan, tashqarilari ham. Xudo xolasa ehson qilinglar, hech bo'lmaganda do'stlaringizga jo'natib, repost qilib, o'zlaringizga sahna qilib qo'ysanglar, mashina ham